alaykum hurmatli kanalim obunachilari va kuzatuvchilar. Nihoyat sizlar bilan birgalikda turk tilida so'roq so'zlar va so'z birikmalariga ham yetib keldik. Video darslikni boshlashdan oldin kichik iltimosim bor. YouTube kanali menga 1000 ta obunachi yig'ishim kerakligini aytdi. Shuning uchun sizdan iltimos qilardim. Video darsliklarni ko'tarinki kayfiyatda davom ettirishim uchun kanalimga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz. Oldindan barchangizga kattakon rahmat. Darsimizni boshladik. Do'stlar, turk tilida so'roq so'zlar guruhi bilan tanishamiz. Ular quyidagicha: ne, nima, kim, kim, nerede, qayerda, neredan, qayerdan, ne zaman, qachon, neden, nega, ne kadar, qancha, kaç, necha, qancha, nasıl, qanday. Do'stlar, siz yaxshi bilasizki, biror so'roqqa javob bo'lmay, gap yoki gap bo'laklarini bir-biriga bog'lash yoki ularga qo'shimcha ma'no yuklash uchun xizmat qiladigan so'zlarga yordamchi so'zlar deyiladi va yordamchi so'zlarga bog'lovchilar hamda ko'makchilar kiradi. Qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlarga bog'lovchi so'zlar deyiladi. Siz yaxshi bilasiz buni. Demak, turk tilida ham xuddi ana shunday bog'lovchi so'zlar bor. Bular quyidagilarni tashkil qiladi: ve, va, ile, bilan, veya, yout, yoki, yo, yoxud, ama, lekin, fakat, faqat, eğer, agar. Otlarni boshqa so'zlarga tobe bog'lanishi uchun xizmat qiladigan yordamchi so'zlarga ko'makchi so'zlar deyiladi. Turk tilida ham ko'makchi so'zlar bor va ular quyidagilarni tashkil qiladi: haqqında, haqida, qarshisida, ro'parasida, sonra, keyin, arasında, orasida, etrafında, atrofida, da, de, ichida, onca, onunda, oldin, oldinda, arkasında, orqasida, aşağısında, pastroqda, altında, tagida, ama, ammo, lekin, aşağı, past, yuqori, tepa, için, uchun, sayesinde, orqali, bu. Do'stlar, biz sizlar bilan avvalgi videolarimizda olmoshlarni, fe'llarni o'rgandik. Ana shulardan foydalanib, bog'lovchi va yordamchi hamda so'roq so'zlar ishtirok etgan 5 ta gap tuzib, kommentariyada qoldiring. Masalan, shunga o'xshash so'z yoki gaplar bo'lishi mumkin. Selim va Nihol hastane qarshisida bulishdilar. Do'stlar, shuning bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Videomiz sizga oz bo'lsa-da foydali bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni hamda qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang. Shunda kanalimizdagi eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Keyingi videolarimizda g'oyibona uchrashguncha, xo'shcha qolin.